O'zbekistonning 8 ta viloyatida sel suv toshqin xavfi e'lon qilindi. Salom do'stlar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Joriy yilning 25, 27, 30 aprel kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ishi sababli O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xizmati ma'lum qildi. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand viloyati, Jizzax viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati hamda Andijon viloyatining tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni so'rab qolamiz. Shuningdek, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonning 6 ta viloyatida sel suv toshqin xavfi e'lon qilingan edi. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.